Türkiye dairleri Xitay şirketi Temu'ga jarimani qo'ydi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoyninki har xil shirkatlarga, shu torda setish shirkatlarga, mayli Turkiya bo'lsin, dunyoning har qaysi joylaridagi nurg'un davlatlar bularning to'kma qilib shu davlatning tijoratini, shu davlatga ishlab chiqaruvchilarni ig'ir ziyonga uchratayotganligi sababli xilma-xil cheklama, xilma-xil qo'shimcha bosh degandek narsani qo'yyotidi. Pat-pat bu kun tartibga kelyotidi. Turkiyada nurg'un shu tijorat ministrligi xilma-xil shunga o'xshash tadbirlarni yurgizib kelayotgan ilgirimi. Bu qatim yana Turkiya raqobat idorasi Xitoyning to'g'ri savdo bo'lgan bu Temu'ning bu yilning 5-idagi aloqador tekshirishlarga to'sqinlik qilganligi sababli shirkatga 4 million liraga yaqin jarimani qo'ydi. Turkiya xabar organlarining aloqador xabarda ma'lum bo'lishicha, bu yil yanvar oyida Turkiya raqobat idorasi Temu'ning ishxonasiga tuyuqsiz tekshirish uchun borganda shirkat xodimlari dastlabda ishxonani qulflab olgan va hech qanday mas'ul xodim shirkat hujjatlarini topshirishga kelgani unamagan. Türkiye Raqobat idorasi Temu'ning tekshirishga qasddan moslashmaslik qilmishi sababli shirkatga 3 million 696 ming lira, taxminan 78 ming dollar jarimani qo'ygan. Yetarlikmi? Albatta emas. Nəhayət cüz'i bir jarimani bo'lganligi aniq, chunki bu Xitoylarniki bu Temu'dan iborat tor supisiningki dunyo miqyosida qandaq tijorat qilayotganligi, shu Turkiyadami va dunyoning har qaysi joylarida nurg'un davlatlarni shu davlatning bahosini nechasi arzon setish orqali shu davlatlardagi tijoratchilarga ig'ir ziyon berayotganligini bilmaydigan kishi bo'lmasa kerak. Bizcha intayin kichik bir raqam, bundan ko'proq jarimani qo'yilishi kerak bo'lgan bir to'r savdo supisi. Aslında qo'ymachilik, bulanchilik desam bo'ldi. Boshqa davlatlarni ziyonga uchratish. Chunki Xitoydagi har qanday bir shirkat, zavod, korxona hammasi Xitoyning davlat, ya'ni hatto ziyontasimi zavod bahosida o'zi ishlab chiqargan bahodan to'van setish badaliga. Chunki Xitoy u zavod, korxona xo'jayinlari ziyon tatmaydi. Chunki Xitoy Xi Jinping rejimi, Xitoy davlati uni bevosita qo'llaydi-da. Sen qanday qilsang sirtqa chiqargin, meydoni. Men sening tatgan ziyonlaringni davlat bevosita oqis turib qo'llaydigan gap. Butun Yevropaning da'dimi bu, dunyoning da'di bu. Sen bu shirkatlarni shunday pullar bilan qo'llab, bizning bozorimizni o'ltiryapsan deb barliq davlatlar Xitoy bilan ko'rishganda tijorat masalasida buni o'ttirib qo'yadi. Ammo anglayapti, anglamayapti. O'xshash shaklda mana shunday arzon bahoda malni chiqarib boshqa davlatlarni vayron qilish. Turkiya raqobat idorasi bo'yicha 21 yanvar Xitoy shirkati Temu'ning Istanbuldagi ishxonasiga tuyuqsiz besib kirib, aqtirgan bo'lib, shirkat taraf keyin kompyuterlarning musodara qilinganligini e'lon qilgan edi. Ayni vaqtda Temu'ning bayonotchisi Turkiya doiralarining harakatiga moslashayotganligini da'vo qilgan edi. Har doimgi hiylagarlik yana o'xshashlar. Uyg'ur majburiy amgiga chetilgan Temu va Shein qatorli Xitoy to'g'ri savdo supilari ko'plagan davlatlarning bozoriga arzon baholiq mollarni to'kma qilib setib, yerlik sanoat va savdo sohasiga buzg'unchilik qilayotganligi izchil tanqidga uchrab kelayotgan va ko'plagan jazolarga uchrayotgan bir masala ekanligini hammamiz bilamiz.